Hozir ishlayotgandim, bir perkur qilayinmi deb TikTokka kirdim. Bir ikkita kommentariyalarga ko'zim tushib qoldi. Mana shu O'rta Osiyo tronni maqtab chiqishim ko'pchiliklarga yoqmaydi. Buni yaxshi bilaman, lekin meni o'zimga yoqadi, meni kuzatadigan insonlarga yoqadi jigarlarim. Bitta narsada xalqning dardini ko'tarib chiqsam, xalqqa yoqadigan video chiqarsam, siyosatga aralashib qolaman. Siyosatga aralashishning oqibati yaxshilik bilan tugamasligini ham yaxshi bilaman. Nima qilaman o'zimni boshimda problemaga kirgizib jigarlarim. Undan ko'ra shu tinchgina mana shu O'rta Osiyo tron deb video chiqarib yurganim menga ma'qul. Aytadi-ku, och qarnim, tinch quloqim. Kimlargadir yaxshi ko'rinaman deb, kimlardir qo'llab-quvvatlashi uchun siyosiy videolarni chiqarib, o'zimni boshimga problema orttirgim kelmaydi. To'g'risini aytaman-da. Eng bizda bir mazza qiladigan joyimiz mana shu davlatlarni maqtab chiqaman. Meni ko'rayotgan, kuzatayotgan insonlar bir nima deydi? O'sha ham aktiv bo'ladi, o'sha ham menga podpischik olib keladi, o'sha ham like olib keladi. Efirimda odam bo'ladi, poddержка bo'ladi, o'sha ham bo'laveradi menga. Lekin mana bu 4 ta 5 ta like yig'aman, odamlarda bir nima deydi? Hamma "O, sen zo'r ekansan" deyishga qiziqib siyosiy narsalarga aralashib qolib, boshimga problema orttirgim kelmaydi. Sizlar qanday tushunasizlar bilmadim-ku. Meni kuzatadigan insonlarga mana shu videolarim yoqadi. Jonlaring sog' bo'lsin. Abdush hurmatdasizlar jigarlar.